Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, kuzatuvchilar. Biz keyingi darsligimizni boshlaymiz. Avvalgi darsligimizda va'da qilganimizdek, kechirasiz, buni ochmadi shekilli. Boshqadan ochamiz. Пересадка stanokka hamda GitLabga eksport qilishni birgalikda qo'shib boshlaymiz. Xo'p, birinchi o'rinda bizga chizma kerak bo'ladi. Buni chizishlikni qanday chizilishini men alohida ko'rsatib o'tishim shart emas. U alohida darslik hisoblanadi. Bugungi darsligimiz eksport qilish bo'lganligi uchun eksport qilishnikini ko'rsatib o'taman. Rengin bo'limida kirib ko'rsangiz, mana bu yerda Eurovintlar uchun hamda polka держатель uchun teshiklar borligini ko'rishingiz mumkin. Asosiysi detallarga kromka berishda mana bu qismda emas. Kromka berishni mana bu yerda berishligimiz kerak. Ya'niki mana bokovoy uchun men kromkani krek variantida bergandek mana bu yerda bersam, bu ko'rinmay qoladi kromkasi va пересадка stanokda ham muammolar kelib chiqadi. Shuning uchun buni stanogini mana bunda bersangiz, mana orqasiga berib qo'yib bo'lgan ekan. Bizga esa bu kromka orqasiga emas, oldiga berish kerak. Kromka ko'rinayotgan bo'lsa, mana bunaqangi chiziqda ko'rsatib turibdi. Mana bu detalimizni esa hamma tomoniga polka bo'lganligi uchun kromka belgilab qo'yganman. Xo'p, bularni nomlarini ham yozib chiqdim birma-bir. Bular krishka, bular bokovoy, bu esa polka. Shu endi buni eksport qilishimiz kerak. Bizni пересадка stanogimiz qanday formatda eksport qiladi? Sensiya bo'limiga kirib, mana meni stanogim MPR formatda saqlanib qiladi. Kimningdurniki DHF, yana kimnidir stanogi HML, hattoki boshqacha hamma ko'rib chiqishingiz mumkin formatlar bor. пересадка stanoklar har xil bo'lganligi uchun qaysi duraga tushishligi kerak. Misol uchun DHF ni ham har xil varianti bor. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. DHF ni bizda bor variantlari: DHF Alma uchun, DHF Falder uchun, DHF Giabi uchun, Gannomat uchun, Homag uchun, DHF nimadur Homag. Xullas shular. Hammasi uchun alohidadan eksport bo'limi bor. Bizga kerakligi esa MPR bo'limi. Ya'ni menga kerakligi, sizga qanaqa kerakligini bilmadim. MPR bo'limida eksportimiz shunday turishi kerak. Mana bu yerda teshiklari va kromkasini ko'rsatib qo'yilgan. Perspektivada ko'rsangiz ham mana shunaqangi teshiklari va kromkasini ko'rishligingiz mumkin. Hop, bularni teshiklarini belgilashni alohida ko'rsatib o'taman. Bu biror soat davom etadigan darslik. Endi buni GitLabga va пересадка stanokka qanday qilib eksport qilamiz? Bu juda ham oson. Birinchi пересадка stanokka eksport qilish uchun mana bu yerda export select tugmasini bosamiz. Va mana eksport qilib bo'ldi. Ya'ni eksport qilingan papkani och tugmasini bossak, mana bizga ko'rsatib qo'ydi. Dars 1 rangi kashmir, 16ligini alohida, 18ligini alohida belgilaydi, rangini ham alohida belgilaydi. Hozir bizda bir xil rang bo'lganligi uchun bitta fayllar to'plami ochildi. Bu fayllarni qanday qilib nima ekanligini bilib olishligimiz mumkin. Buni bekitmayman. Pastga turgan holatda yopmay turaman. Endi bizga GitLab uchun eksport kerak bo'ladi. Export GitLab. Va buni рабочий stolga GitLab deb saqlanib qilib olamiz. Bo'ldi, eksport bo'ldi. Bizga bu fayl Provis fayli kerak emas. Biz ikkita eksportimizni amalga oshirib bo'ldik. Endi buni o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Mana bu yerda mana kod yuzaga kelmoqda, kelib chiqmoqda. Men papkani yopmayman deganim, bekitmaganim mana bu. Ko'rishingiz mumkin. Misol uchun bokovoyni bittasi mana bu kod orqali berilgan faylni o'qiydi, ya'niki 5S mana. BA3P5M4P5S. Ya'ni bu. Bokovoyning ikkinchisi esa
mana bu tugma orqali bokovoylarimiz bir xil emas, chunki bittasi o'ng, bittasi chap. Shu tarafdan shuning uchun fayl ham ikki xil chiqadi bu yerda. Bu MPR fayllarni пересадка станокka eksport qilasiz, ya'niki tashlab berasiz fleshka orqali yoki set kabel orqali tashlab berasiz. Mana bunisini esa GitLabga biz tashlashimiz kerak. GitLab birinchi qatorni o'qimaydi, shuning uchun birinchi qatorga pusto joy tashlaymiz va buni сохранить qilib olamiz рабочий stolga. Formatini albatta XLSX formatida saqlanib qilishingiz kerak bo'ladi. Saqlanib bo'ldi. Xo'p, endi bizga GitLab kerak bo'ladi. GitLabga kirib olamiz va bu yerdan misol uchun dars 1, dars 9. Kechirasiz. Dars 9-chi dars bo'lgani uchun 9 dars deb nomlaymiz. Bu 9 dars 9 qayerda ko'rinadi desangiz, sizda albatta stanogingiz mana bunaqangi etiketka chiqarib beradi. Etiketkangiz mana bu yerda telefon raqamim hamda suv xo'jaligi degan yozuv, xuddi shu dars 1 yozuvi shu yerda paydo bo'ladi. Mana bu QR kodda esa yoki mana bu yerdagi yozuvda bizni kodimiz, MPR fayl kodi chiqib turadi. Razmeri bu yerda, kromkalari buni o'zida, nomi esa mana bu yerda va gruppasi mana bu yerda chiqib turadi. Xo'p, GitLabga kiramiz. Mavzudan chetga chiqib ketmasdan import the Excel va рабочий stolda mana GitLab deb saqlanib qilib oldik. Buni biz mana buni ko'chirib olishimiz kerak. Harfma-harf kopirovat. Chunki shu narsa bir xil chiqmasa, hozir kopirovat qilib oldim. Mana hozir yozganlarimiz, mana kodlari bilan turibdi открыть. Mana bu yerga shu ko'chirib olgan narsamizni вставить qilamiz. Agarda shu yerda so'zma-so'z nomi bir xil bo'lmasa chiqmaydi. Bu yerdagi nastroykalardan deyarli hech nimasiga tegmaymiz, faqatgina mana bu yerdan kodni ochib qo'yamiz. Kodni K bo'limiga ochib qo'yamiz. Okay. Mana detallarimiz chiqib keldi. Bu yerda parametr 18 mmlik detalga kesishlikni buyuribdi. Uni 16 qilib qo'ysangiz bo'ladi. Teksturalar bizga asli kashmirki bo'lgani uchun umuman kerak emas. Kechirasiz, mana bunday qilib olar ekanman. Kromkalari mana ko'rsatib o'tilgan stanok va bu yerda kod ko'rinmayapti. Chunki biz kodni yoqib qo'ymaganmiz. Kod doim avtomatik o'chiq turadi. Mana bu yerda 10-bo'limda kod yoqib turdi. Mana kod yondi. Endi mana shu kod sizni etiketkangizda mana bu qismida chiqib turadi, boqib turadi. Endi chiqmay qolishligi mumkin agarda siz nakleyka bo'limidan kodni o'chirib qo'ygan bo'lsangiz. Kodni albatta yoqib qo'yish esdan chiqmasin. Buni detalni razmerini kiritasiz. Detal razmeri 250 ga 183, raskroy mana raskroy berishni boshlaydi. Raskroy menda tekin versiyasi bo'lganligi uchun, ya'niki Gmail paroling pochtangizni manzilini kiritib tekin ishlatishingiz mumkin. Biroz sekinroq ishlaydi, ko'proq detallar bo'ladigan bo'lsa cho'zilib ketishi mumkin. Menga GitLab umuman kerak bo'lmaganligi uchun men sotib olmaganman GitLabni. Shuning uchun shu tekin versiyasidan foydalanaman. Mana raskroy qilib bo'ldi. Va bularni bu faylni albatta kesuvchi stanokka eksport qilasiz. Mana bu faylni esa пересадка stanokka eksport qilasiz. Ana o'shanda QR kod orqali skaner qilib пересадка stanokdagi ishchi skaner qilganida shu fayllardan birini avtomatik tarzda siz ko'rsatib qo'ygan papkadan topib oladi va tekshiradi. Albatta kesishda kompyuterning stanokka berishingizni misol uchun mana Holzmaga beramiz biz. Kompyuterning stanok shunga berishlikni tavsiya qilaman, chunki agarda stanogingiz 1-2 mm kattaroq yoki kichikroq kesib qo'ysa, sizni пересадка stanogingizni biroz qiynab qo'yishi yoki ishdan chiqarishi ham mumkin. Yana bir eslatmalardan biri
Bu teshik belgilaganingizda teshiklarni teshikka kirib olaylik. Misol uchun konfirmant diametri 3 mm, 4,5 mm, 5 mm, 7 mm, 8 mm, 12,5 mm va 35 mm ni tashkil qiladi. Agarda siz buni 4 mm deb qo'ysangiz, unda пересадка станок sizni buyrug'ingizni ko'rmaydi. Ya'niki hech qaysi tool ishlamaydi. Bu yerdan siz toolni berishingiz shart emas, siz пересадка станокka berasiz. Agar CNC versiyasiga kiradigan bo'lsangiz, kallalarni o'zi avtomatik almashtirsa, bu yerdan ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Agarda пересадка станок bo'lsa, bunga umuman kerak yo'q. Bu yerga 4,5 berasiz. Agarda 45 berib qo'yadigan bo'lsangiz ham ko'rmaydi. Mana 45 kechirasiz. Bunisi emas, mana bunisi. Bu chuqurligi. Chuqurligi 35 edi. Bu 4,5. Agarda shu diametrini 45 berib qo'yadigan bo'lsangiz, mana bunaqa katta teshik yuzaga keladi-da, siz detalingizni o'pirib tashlaydi. 45lik sevirlini yo'q-u, lekin misol uchun demoqchiman. 35 qilib qo'yadigan bo'lsangiz, 35. Mana shunday sevirlov, ya'ni shani tashlangan sevirlovda sizni detalingizni buzib beradi. Juda ham bejirim qilib. Bu xatoliklarni albatta kuzatmaymiz. 4,5 mm va hammasi o'z joyiga keldi. Mana bu bokovoyda polka держательning teshigi, Eurovintlarning teshigi hammasi turibdi. Agarda siz buni avtomatik mana bu yerga suradigan bo'lsangiz, mana sevirlo teshigi, buni teshigi o'zi avtomatik o'rtasi qorniga suriladi. Surildi. Oldi va yoni bilan tekislandi. Xo'p, shuning bilan bugungi darsligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga bilimlarimni ulashayotganimdan xursandman. Qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, albatta aloqaga chiqishingiz mumkin. Sizlar bilan Islomjon Davlatshayev bo'ldi. Keyingi darsliklarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'ling.